Assalomu alaykum. LifeTech.uz kanalida qachon yangi bosh qotirmalarni kutib o'tirganlar? Mana sizlarga yangisidan. Davay topamiz buni. Javoblarni kommentariyaga yozamiz, layklarni ham girsillatib bosamiz. Tayyor bo'lsanglar, savol ketdi. Bugun shaharda 4 ta super qahramon bir-biri bilan kelisha olmay qoldi. Ular bir-biri bilan urushishni boshlayotgan edilar. Doimgidek g'olib bir kishi bo'lishi kerak edi. Birinchi super qahramon eng kuchli bo'lib, bitta binoni qo'llari bilan bemalol ko'tara oladi. Ikkinchi super qahramon istalgan buyumni fikr orqali harakatga keltira oladi. Uchinchi super qahramon esa u qaragan har qanday odamni gipnoz qilib qo'ya oladi. To'rtinchi super qahramon esa ob-havoni o'zgartira olar edi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi super qahramondan biri g'olib bo'ladi? Agar siz gipnoz qilib qo'yadigan super qahramonni tanlagan bo'lsangiz, siz 100% to'g'ri tanlagansiz.